Professional ringda O'zbekiston bayrog'ini baland ko'targan Murodjon Ahmadaliyev haqida 3 ta fakt. Murodjon Ahmadaliyev 1994-yil 2-noyabr kuni Namangan viloyatining Chust tumanida tug'ilgan. U oilali va farzandli sportchi bo'lib, shaxsiy hayotini omma e'tiboridan chetda saqlashni afzal ko'radi. Murodjon havaskor boksda 2015-yilgi jahon chempionatida kumush, 2016-yil Rio olimpiadasida bronza medalini qo'lga kiritgan. 2017-yilda Toshkentda o'tgan Osiyo chempionatida oltin medal sohibi bo'lgan. Professional boksda esa WBA va IBF yo'nalishlari bo'yicha jahon chempioniga aylanishga erishib, O'zbekiston tarixidagi eng muvaffaqiyatli professional bokschilaridan biri bo'ldi. Murodjon Ahmadaliyev 2018-yilda professional boksdagi faoliyatini boshlagan. Murodjon junior laqabi bilan tanilgan bokschi super bantam vazn toifasida jang qiladi. Tezkorligi, kuchli chap qo'li va yuqori texnikasi bilan ajralib turadigan sportchi dunyoning eng kuchli bokschilari reytingidan bir necha bor joy olgan va xalqaro arenada O'zbekiston sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Ushbu xabarni barcha boks muxlislariga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, sizningcha Murodjon Ahmadaliyev yana jahon chempionlik kamarini qo'lga kirita oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.